Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz Samarqand shahridamiz. Samarqand shahrining Mirsaid Baraka ko'chasidamiz. Bu Mirsaid Baraka ko'chasida Turkiston jadidchilik harakatining otasi mashhur adib Mahmudxo'ja Behbudiyning uy muzeyi bor ekan. Mana shu uy muzeyini ziyoratga keldik biz. Bu suratda Mahmudxo'ja Behbudiy farzandlari bilan tushgan. Mahmudxo'ja Behbudiyning haqiqiy surati. Mana bu uy muzey rasmi. Bu xonada Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti va faoliyati to'g'risida lavhalar va suratlar, ma'lumotlar berilgan. Mana bu yerda esa Mahmudxo'ja Behbudiyning gazeta va jurnallari, o'sha paytdagi gazeta jurnallardan namunalar berilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin Samarqand oyna gazetalari. Bu uy muzeyining tarixi shundan iboratki, Mahmudxo'ja Behbudiy 1910 va 1919 yillarda shu uyda yashab faoliyat ko'rsatganlar. Mana shu uyda birinchi dramalar Padarkush teatri sahnaga olib chiqilgan. Shu yerda tomoshaga qo'yilgan. Mana bu ko'rib turganingiz bosma dastgohi Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan 19-asrning oxirlarida olib kelingan Turkistonga. Mana shu bosma dastgohida birinchi Samarqand gazetalar, keyinchalik oyna jurnallari nashr qilingan. Mana bu suratda ko'rib turganingizdek, xuddi shu shaklda gazeta va jurnallar nashr qilingan. Bu desa dastgohning bir qismi muzeyga topshirilgan. Mana bu ko'rib turganingiz Globus Hoji Yusuf Mirfayozov tomonidan 19-asr oxirida yasalgan va buni aytishlaricha hattoki Nikolay II podshohining oldigacha olib borilgan, ko'rsatilgan globus ekan. Mana bu suratda esa jadidchilik harakatining asoschisi Ismoil Gaspiralning surati, Behbudiyning ustozi. Mana bu suratda esa Mahmudxo'ja Behbudiyning qizlari va bu oilaga tegishli tikuv mashinasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda esa Mahmudxo'ja Behbudiyning ish stollari, mana kutubxonasining bir qismi bilan tanishishingiz mumkin. Juda ham oz qismi qolgan deyishadi kitobini. Aslida esa juda boy kutubxonaga ega bo'lgan ekan. O'sha paytdagi mashinka, telefon apparatlari, seyflari, stol-stullari saqlangan. Muzey xodimlarining aytishicha, bu haqiqiy original Mahmudxo'ja Behbudiyga tegishli ish stoli. Bu yerda esa Mahmudxo'ja Behbudiyga oid bo'lgan, u haqida yozilgan kitoblar, asarlar bilan tanishishingiz mumkin.
Ma'lumki 2020-yilda prezidentimiz tomonidan Mahmudxo'ja Behbudiy buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi va mana shu ordenni topshirish marosimida Mahmudxo'ja Behbudiyning evarasi Shohruxxon Behbudiy qabul qilib olyapti ordenni. Mana shu orden ham keyinchalik avlodlari tomonidan uy muzeyiga taqdim etildi. Ajoyib bir holat bo'ldi. Aslida xalqqa ochilmagan bu yerto'la ekan. Hozir bizga iltimosimizga binoan bu Mahmudxo'ja Behbudiyning uy muzeyi yerto'lasini ham bizga ochib berishdi. Bu yerda mana shu ko'rib turganingiz xona kutubxona bo'lgan ekan. Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan xalq uchun ochilgan kutubxona kecha-yu kunduz ishlagan ekan. Bu yerda muzey xodimi opa tushuntirib berdilar. Mana o'sha paytdagi Mahmudxo'ja Behbudiyning qadimgi radiosi, Tarjimon gazetasi, bu bilasiz Tarjimon gazetasi Ismoil Gaspiral tomonidan nashr qilingan gazeta, birinchi gazetalardan. Mana birinchi muallim, ikkinchi muallim kitoblari, Mahmudxo'ja Behbudiyning qalamiga mansub alifbo kitobi. Mana bu yerda esa Mahmudxo'ja Behbudiyning Muxtasar Tarix Islom, Islom qisqacha tarixi kitobidan nusxa. Bu yerda esa Mahmudxo'ja Behbudiyning Mas'udxon va Maqsudxon o'g'illari bilan tushgan foto suratlari. Endi esa bu yerga kirib kelamiz. Bu Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan ochilgan birinchi maktab. Birinchi jadid maktabi. Bu yerda Mahmudxo'ja Behbudiyning 3 ta o'g'illari. Bu o'g'illari Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan ekan. O'rtadagi o'g'illari esa kasallikdan yoshligida vafot etgan ekan va mana Maqsudxon o'g'illaridan Mahmudxo'ja Behbudiyning avlodlari davom etmoqda hozirgi kunda ham. Samarqandda, Tojikistonda istiqomat qilishadi. Mana bu fotosurat opaning aytishlari bo'yicha, xodimining aytishlari bo'yicha evaralari Amerikadan olib kelgan haqiqiy original surat ekan. Behbudiyning surati. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi shu shaklda shu yerda Behbudiyning birinchi jadid